Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Ana qo'ramizga yana bir yangi mehmon keldi, xudo xolasa. Nubbinimiz bitta taka tug'ib berdi, xudo xolasa mana. Hozir ana yelinchalari eskimizda nasib etsa birinchi qoringa tug'di. Endi hozir uloqchasini quritish jarayonini boshlaymiz. Mana hozir zamonni rivojlangan shunisi yaxshida, mana oldingi paytlarga xira bo'lgan bu fen. Osongina fenga shunday quritasiz qo'yasiz, echkichalarni, qo'ychalarni bemalol. Nasib etsa quritish jarayonlari hozir endi menga bir qo'limga noqulay bo'lib o'zi quritib bo'lib, yana dars videoni davom etamiz. Bizni kuzatib boring. Zamon texnologiyasida shuni aytadilar, mana echkichamiz qurib qoldi. Ota tomog'ini qayerga? Bo'yinlar, tumorchalari ham bor ekan mana. Tomog'ini qayerga? Bizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.